Assalomu alaykum, qadrli biz kuzatuvchilar. Ukam, meni bug'doyim bor, sholim bor degan kanalcha endilikda faqat sizlar uchun yangi жатка uстановkasi tayyor bo'ldi. U holda buni hozir bitta tanishtirib o'tib ketamiz. Xo'p, bunimiz zo'r motorli bo'ladi. Balonlar juda ham yaxshi, bemalol loy poyga chiqasiz, chiqib keta olasiz. Shog'laverasizmi, nima o'shda qatnasiz, loy joyda ish qilmaysizmi, bemalol chiqib keta oladi. Undan tashqari motorlar gap bo'lishi mumkin emas. 192 bo'ladi, juda ham kuchli motorlardan biri hisoblanib ketadi. Undan tashqari bu motorligimizda satelit varianti bor. Oldingi satelitsiz variantida shuni ketayotgansiz qiynalib turasiz. Endi faqat mana shu bitta chap tomonga yurishimiz, chap yurishga o'zasiz. O'ng tomonga o'ng tomonga. Mana shu gal orqaga o'tasiz. Skorlar mana shu narsa bo'ladi. Birinchi, ikkinchi, NR, bemalol mana shu narsani oldiga qo'yasiz va mana shu narsani oldiga bitta qo'yib olsangiz, jatkiz bemalol sizga narsani urib berishni boshlaydi. Xo'p, buni yoqilg'i tursa benzin hisoblanadi. Benzin borga 5 litr yurishlari esa mana shu zavodni orqali bo'lib keta oladi. Statorda emas. Ko'pchilik ham so'raydi, ukam statorda yursa qanday bo'ladi degan ekan uchun statorda yursa, statorda yurgan yaxshi, lekin faqatgina akkumulyatoringiz va narsangiz o'tirib qolishi mumkin bo'ladi. Ko'ryapsizlar, hamma yo'lga agroservis yozib qo'ygan. Aytib o'tdim, yana bir marta aytib o'taman, yozib qo'ygan. Buni zavod agroservis uchun tayyorlab berdi. Biz atila sizlar uchun yangi partiyasini tayyorlab keldik akalar. Xo'p, bunimiz juda ham qulay. Mana shu tishlari ham yangi o'tkirilgan tishlardan biri hisoblanib ko'rishlari mumkin. Seplari ham cho'tki va mo'ylangan hisoblanadi. Buni zavod o'zi bizga bugun olib kelib tashlab ketdi. Biz esa bunga ajoyib ko'rinishlar qilishni boshlamoqchi bo'lib turibmiz. Kimga shu жатка sistemasi qiziq bo'lsa, ekran pastda nomerimni qoldirib kelyapman. Bemalol chiqib olishlari mumkin. Ma'zur so'ragan ekan, shu Ma'zur Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'koni. Bundan keyingi qiziqroq videoni o'tkazib olmaslik uchun obuna tugmasini bosib qo'ying. Xayr, jonlang sog' bo'lsin. Bundan keyingi videoda ko'rishguncha.